Har bittasi alohida chiroyli bo'lib qadoqlangan bu kranlar o'z-o'zidan bu holatga kelib qolmaydi. Albatta buni tagida alohida mehnat, mashaqqat yotadi. Hozir buni birgalikda ko'rib chiqamiz. Kranlarni ishlab chiqarish, kran ichki qismi, ya'ni sharoy qismini mana bu qolipga qo'yishdan boshlanadi. Mana tandirdan qaynoqqina uzildi deydi, xuddi shu holatda tayyor bo'lib chiqadi mana kranlarimiz. Har bitta ishlab chiqarilgan kran mana bu mashina orqali nazoratdan, ya'ni o'sha bosim berib, o'sha tekshiruvdan o'tkaziladi. Har bittasi mana 7 bar bosimda tekshiriladi. Qaysi bir sinovdan o'tadigan bo'lsa, avtomatik holatda ajraladi. Va mana ko'rayotganingizdek, qaysi bir bittasi nosoz chiqadigan bo'lsa, bu ham avtomatik holatda mana qizil chiroq yonadi. Ya'ni buni o'zi ishlatishga yaroqli emas, buni qayta ishlashga topshiriladi. Mana avtomatik holatda ochilganda bular butun degani, ya'ni bemalol buni ishlatsa bo'ladi mana. Hech qanaqa ogohlantiruvchi chiroqlar yongani yo'q bizda. Bu endi ya'ni sinovdan o'tgan mahsulot keyingi jarayonga o'tkaziladi. Sinovdan o'tmaganini esa avtomatik holatda buni ajratib qo'yiladi. Sinovdan o'tgan kranlar esa keyingi jarayonda, ya'ni maxsusan ruchkalari qo'yiladi va buni ko'rishingiz mumkin, ikki xil rangi bor, o'sha qizil va ko'k, ya'ni o'sha podacha va obratga mo'ljallangan. Kranlarimiz ham tayyor bo'ldi, ya'ni bu ruchkalar ham qo'yildi. Ruchkalar ham oddiy emas, o'sha dur alyumindan hisoblanadi. Ya'ni ochib yopganda bemalol masalan qotib qolmaydi, ya'ni o'sha sinib qolmaydi. Oxirgi jarayon mana tayyor bo'lgan mahsulotlarni qadoqlashga jo'natiladi. Bu tomonda mana har bittasi alohida ya'ni qadoqlanadi salama paketlarda. Mana. Mana mahsulotimiz deyarli tayyor. Endi buni oxirgi qadoqlash jarayoniga kelinadi. Mana mahsulot ham tayyor. Yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin. Gidroplast kompaniyasi siz mijozlar uchun doimiy ravishda izlanishda.